Oq tulpor so'raganlarga sho'rchidan ketdi. 8 yashar manaka yaxshi chiroyligina oq tulpor sotilyapti ekan. Ot qilaman deganlar bo'lsa, marhamat. So'raganlarga uloqchi ot sotiladi. Uzundan 7 yashar. Ot so'raganlarga 6 yashar Dashnovatdan vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Hali biya so'raganlarga 10 yashar Sarasadan yaxshi biya sotiladi. Vidroli davomida ko'rib o'tamiz. Ot sotiladi Sarasadan 8 yashar. Telefon nomeri ham bor. Sotilar ekan yosh nechta aka buni endi? 3 yashar. O 3 yasharligi bozib qo'ygan aka, udarki bu. Sho'xliqda bo'lsa. Qora bayroq ot so'raganlarga 8 yashar uzundan savdo bo'lyapti 19 million 200 ga. Vidroli davomida ko'rib o'tamiz. To'y so'raganlarga 9 million 300 bo'lyapti, 11 million sotildi bu. Ot so'raganlarga mana aka otlarni tanishtiramiz. 2 yashar Xorvatdandan va yana to'y so'raganlarga chegarada mana aka ikkita to'y sotuvda. Barchalarga salom, sizlar bilan Surxon TV kanali. Bugun sana 9-aprel 2026-yil Surxondaryo viloyati Sarasa payshanba ot bozoridan ot narxlari, to'y narxlari hamda biya narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Qarang, ot bozoriga sal kechroq kirdik. O'zi bugun sal ot kamroq kirgan, borni videoga olsizlarga tanishtiramiz. Qarang, katta yaxshi otlar kirgan, otlar arzon bo'lib qo'ygan. Biyalar sal narxi balandroq bo'lishi mumkin. To'ylar ham sal ko'tarildi bu hafta. Qo'ldan kelgancha videoga olsizlarga tanishtiramiz. Agar uydan sotiladigan bo'lsa, telefon nomeri bilan qo'yamiz. Sizlar bilan YouTube'da Surxon TV kanali Ot bozor hamda Instagram Ot bozor Surxondaryo chiqib kelishingiz mumkin. Hamda G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida mol bozor, qo'y bozorlarida ham qo'yib boryapmiz. Ko'rib, kuzatib, like bosib qo'yishingiz mumkin. Surxon Media kanalida esa moshina bozor, uy narxlari chiqadi azomchanimiz. Qanday videoni boshladik sizlar uchun maxsus video. Davlat uzun Leyland Fayzovadan kelgan 7 yashar uloqchi ot sotilyapti ekan. Mana shu amaklik oti ekan. Vaqtiga bu Qirg'izdan kelgan amak. Xo'p, mana aka 7 yashar Leyland Fayzovadan kelgan uloqchi ot sotilar ekan. Gavdasi ham katta ekan. Aka bo'yi qancha baland? 1.70 bormi? 1.70 dan balandda. Ulog'i bor, ayr yurgan, kiryapti. 7 yashar ekan. Narxi nechi pul aka buni? Ha bu 35 million so'm baho qo'yilyapti. 29 million savdo bo'ldi deyapti. 1.70 plus ekan. Azonchamiz bo'yi. Mana aka uloqchi ot bo'yi kattasidan zo'ridan olaman deganlar bo'lsa, uzun Leyland Fayzovadan sotilyapti ekan. Ot 35 baho qo'yilyapti. 29 bermadiz-a? Necha pul sotamiz endi? 30 dan oshsa sotamiz. 30 dan oshsa sotamiz deyapti. Aka nomerni ayting. 95lik 822 82 87 92 shu nomerga bog'lanasizlar. Leyland Fayzovadan uzundan 7 yashar ot sotilar ekan. Va yana ot so'raganlarga Sarasadan 8 yashar ot mana aka sotilyapti ekan. Akamiz olib kelibdi ekan bozorga. Aka ulog'i bormi? Ulog'i bor, 8 yashar ot sotilyapti ekan. Ot oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka bo'yi qancha balandligi? Bo'yi 1.60 plus ekan. Mana azobcharimiz orqa taraflarini ham ko'rsak, 1.60 plus otimiz sotilar ekan Sarasadan. Aka necha pul savdo bo'lyapti? Siz necha pul deyapsiz? Aka 50 million so'm baho qo'yapti. Ulog'i borligi uchun 28 million so'm savdoga bermadiz-a? Kelishamiz-a? Aka nomerni aytib qo'ying. 90lik 125 0495 shu nomerga bog'lanasizlar. Ot oladiganlar bo'lsa, Sarasadan uloqchi otimiz. 5 dan o'tib 6 ga o'tgan otimiz sotilar ekan. Sarasa chegarada mana aka 6 yosh desa ham bo'ladi. Dashnovatga qarashli joydan ekan. Dashnovatda oti. Nech? Ulog'i bor, 6 yashar otda. Bo'yi qancha? 1.50 dan ziyodmi deyman? 1.60 dan baland. 1.60 dan baland deyapti. Mana aka ko'rishingiz mumkin. Xo'p, aka nech pul deyapti bu 6 yasharda? 35 million narx pul bersa beramiz mana. 35 narx beramiz, undan kamiga bitmaydimi? Endi ko'ramiz yana. Gaplashamiz. Xullas uloqchi ot so'raganlarga Sarasa Dashnovatda mana aka 6 yashar ulog'i bor otimiz sotilar ekan. 35 bersin deyapti, yana kelishamiz deyapti. Mana orqa tarafi bu yo'llarini ham qarang. Mana shunday otimiz sotilyapti ekan Sarasa Dashnovatda. Aka nomerni aytib qo'ying. 91lik 91lik 518 518 80 80 90. 80 90 shu nomerga bog'lanamiz. Hozir bozor necha savdo qilyapti aka? Bozor 22 so'radi. 22 so'radi. Bo'ldi. Ot so'raganlarga mana aka qora otdan tanishtirsak. Aka bu qayerda oti? Uzun tumanidan oti ekan. Xo'p, yosh nechida aka buni? 8 yashar ot uzundan ketdi. Sotilgan bozorga mana aka qora bayir, top toza
Qora bayrami sotlar ekan. Xo'p, savdo necha bo'lyapti hozir aka? O necha savdo bo'lyapti aka? Qora bayr. 40 milyon 200. 19 million 200 savdo bo'lyapti. Yega necha bo'lyapti? 21. Udarku 21 million so'm yega baho qo'yapti ekan, 19 million so'm savdo bo'layotgan qora ot. Mana uzundan ot oladiganlar bo'lsa, narxi bilan tanishamiz. Agar bozorga videolar pakoz, agar bozorga sotilmasa, bemalol uydan olishingiz mumkin. Shu aka mana aka savdo bo'lyapti 19 million 200 ga, yega 22 bo'lsa olsin deyapti ekan. Xo'p, aka ulog'i bormi yo'qmi? Ulog'i bor ekan. Aka, agar bozordan sotilmasa, uydan ham sotamizmi aka? Nomerni aytib qo'ying aka, nomer bo'lsa. Bo'ldi, nomer yo'qmi? Bo'ldi, narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Oq tulpor so'raganlarga sho'rchidan ketdi. 8 yashar mana aka yaxshi chiroyligina oq tulpor sotilyapti ekan. Ot qilaman deganlar bo'lsa, marhamat 8 yashar sho'rchidan keyin qarang, yegarlab qo'yibdi chiroyligina qilib. Va katta, bunlar ayding jiyan. Ot ko'rsataylik. Mana aka 8 yashar sho'rchidan. Bo'yi qancha aka buni balandligi? Va katta. 1.70 chiqadimi? 1.65 plyussiz bo'lardi. Xo'p, mana aka sho'rchidan 8 yashar. Necha pul baho qo'yapti jiyan? 35 million baho qo'yilyapti ekan. Chiroyli ot ekan. Savdo necha bo'ldi? Mak, savdo necha bo'ldi? 35 baho qo'yilyaptimi? 35 million so'm baho qo'yilyapti. 20 million savdo bo'ldi ekan. Sho'rchidan keyin 8 yashar ot. Aka necha pul sotamiz buni endi? 30 dan nari beri bo'lsa gaplashamiz deb 20 savdo bo'lgan, berilmagan kelishamiz deb. Aka nomerni ayting. 95 lik 314 6996 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka YouTube'ga chiqadigan video Surxontovuzga, Instagramda Ot bozor Surxondaryoga chiqadigan videolar. Like-chani bosib, kommentariy fikrlar yozib qoldiring. To'y so'raganlarga, bu aka ketdimi, oldingizmi? Necha oldingiz? 11 million erkak to'ymi aka? Mana aka 11 millionga amak beribdi ekan, mana aka opti. To'y so'raganlarga to'y narxi mana 11 millionga sotib olingan. Yoshiga to'lganmi aka? Yo'q, hali 8 oylikdan 11 millionga opti ekan. hali 1 yashar bo'lgan yo'q. Hali 1 yashar bo'lgan yo'q. Bu rochim aka bu. Necha pul deyapsiz aka buni? 11 million so'm deyapti. 11 deyapsizmi? Udarku. Buni 11 sotdi. Buni kelishamiz endi 11 degan bilan 11 sotmaysiz-da. 93 qilyapti, bermayapti. Mana 11 baho qo'yilyapti. 9 million 300 savdo bo'lyapti ekan. Mana aka to'y so'raganlarga to'y narxlari. Mana aka azomcharimiz 93-95 ga savdo bo'lyapti. 93-95 gacha, ya'ni 9 million 300, 9,5 milliongacha savdo bo'lyapti ekan. Qayerda to'y aka bu o'zi? Sho'rchi. Uyda yana bormi yo'qmi aka? Uyda yo'q ekan, sho'rchidan keyin to'ylar. Udar to'y so'raganlarga, mana aka to'ylar so'raganlarga, to'ymisan, yer qopirar, to'y deb qo'ying-da. Yoshi nechida aka? Yoshi 2 yosh. 2 yashar to'y sotilyapti ekan. Jasir mana aka, to'y olsang ko'rgan narxini. Oho, narxini ayting aka buni. O aka, narxi necha pul buni? Udarku, narxi ham katta ot puli bilan bir xil-ku. 20 million so'm deyapti. Aka, savdoni ayting aka. Savdosi 15 ga qoldi. 15 ga qoldi, endi nari beri kelishamiz a. To'y so'raganlarga mana aka savdosi 15 ga qoldi ekan. Endi 20 degan bilan 20 sotmaydi, kelishtirib beradi. To'y oladiganlar bo'lsa, narxi bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, hozir aka. Aka, uydan sotsangiz nomerni aytib qo'ying. Aka, to'yni ko'ring. 90 lik 747 4373 nomerga bog'lanasizlar. Qayerda to'y aka bu? To'y o'zimizda, Shoqishlar, o Sarasoniki ekan. Va yana to'y so'raganlarga. Aka, bu to'y qayerdaki? O Xorvatandan sho'rchilik aka savdo qilyaptimi deyman? Yo, dena olaymi aka? Oltinsoy bo'ldi. Aka, necha pul savdo bo'lyapti? Necha? 13. Siz necha pul deyapsiz? Aka 15 million so'm baho qo'yib, 13 million savdo qilyapti ekan. Oltinsoylik akamiz. Yoshi nechida aka buni? Yoshi nechida? 2 dan chiqib 3 ga chiqadigan ekan. Vaqtida otasi mashhur otni bolasi deyapti ekan. Bu tarafda yana zo'r ot bo'lyapti aka. Xo'p, aka uyda yana bormi yo'qmi ot Xorvatanda? Bitta shu ha? Böyle o'zingiz oling bo'lmasa endi aka. Bo'g'oz biya so'raganlarga, mana aka bo'g'oz biya sotlar ekan. Yosh nechida aka buni endi? 3 yashar, 3 yasharligi bo'g'oz bo'lib qo'ygan aka, udarku bu. Sho'xliqda bo'lmasa. Mana aka 3 yashar bo'g'oz biya sotiladi ekan. Qayerdik aka bu? Sharg'ondan kelgan. Davlat dashga ketib qopti-da. Aka qachon tug'adi, necha oylik bo'lgan endi bu?
Ha, yelinlar ko'rinib qopti ekan, 20 kunlarga tug'ish niyati bor ekan. Xo'p, aka, narxi necha pul buni? 25 baho qo'yapti ekan, 18 million so'm savdo bo'lib ekan, kelishamiz deb. Aka, shu bittami, yana uyda bormi yo'q? Bitta shu ekan. Aka, nomerni aytib qo'ying. 91lik 518 8079 nomerga bog'lanasizlar. Bo'g'oz biya kerak bo'lsa, toza garantiya ekan, uydan ham sotish mumkin. Ona bola biya so'raganlarga, mana ke ona bola biya sotlar ekan, sarasa boy birodan. Bolasi erkakmi aka? Va katta. Bolasi erkakmi? Bolasi urg'ochi ekan. Biya necha yoshda? Biya 10 yoshar ekan, mana sarasani biyasi 10 yoshar. Xo'p, bolasi urg'och. Nechinchi bolasi aka bu? 4-chi bolasi. Narxi necha pul aka? Narxi 30 million so'm deyapsizmi? Savdo necha bo'ldi aka? 25 ga bermadingizmi? 30 million so'm baho qo'yapti, 25 ga berilmagan. Endi kelishtirib beramiz a? Nomerni aytib qo'ying aka. 93lik 355 1383 nomerga bog'lanasizlar. Mana Samarqanddan, Qarshidan, Buxorodan biya so'rab telefon qilishadi. Bog'lanasizlar, kelib ko'rib olib ketasizlar laboga bosib. Hali qo'yilmagan a? Bo'ldi.